Yovvoyi qushlarda ham oldiga keldik. Hoji aka sizdanmi bular? Boshqacha ekan nima unisi? Nomi nima bulardi? Kanareka, Garnitsa, sava. sava. Nech puldan bular? Bularni jupi 500 ming. Jupi 500 ming. Katta qafasda baqish kerak bularni. Bularimiz qanchadan hoji aka? Sava, ular ikkalasi 200 ming so'm. 200 ming so'm. Bularimiz tagidagilar. Tagidagilar kanareka, ularni donasi 200 ming. Donasi 200 mingdan. Nola yovvoyi qush bular. Ular yovvoyi qushlar. Endi o'sha biz muhitga o'rganib kelganlarda belgilar. Puli yengilroqlari qaysi biri? Puli yengilrog'i. Puli yengil mashlar, endi hozir mashlar. Mashlar bularchi? Molar, mana bular ham shunaqa 100 ming so'm donasi. Donasi 100 ming. Kanarekalar ham sizdanmi? Ha, kanarekalar ham Bular maladoymi? yo'q, ular ham shu. Bu tayyor bo'layotganlar. Ha, 250. Narmoda aralashmichi? Aralash. Aralash. Nima qilaman? O'zi olib o'ldirib oldim. Bu jupi 250 mi donasi bular? Donasi. Donasi 250 ming. Ko'rilar, boshqachalari. Bunaqasini ko'rmagandim oğlum, birinchi marta ko'rishim. Yovvoyi qushlar qiziqadiganlar bo'lsa, bozor maskular ham ishini bitirib berasizmi o'ziga? Ha, bitiramiz. Telefon nomeri qoldiramizmi? Bemalol. Nechilik? 99lik 19 Bo'ldi. Eshik qayerda o'ziga? shaharda. Eski shaharda. Bemalol. Registon maydonining Registon maydoni oldi. Qushlar ham menga qarashli. Ha, bular ham sizlarmi? Ko'ryapsizmi? Ha, Karella. O, naryadagilar ham sizlarmi? Ha, bo'ldi. Ularga ham o'tamiz unda. O'tsa bo'ladimi hozirgi ularni? Ko'ring. Bo'ldi. Endi o'g'lim qaraydi, shu molar qushlar hammasi bizga qarashli. Nolarchi bular? Yo'q, bular tog'alar, kanarekalar. Ha, bu mashaqqat o'tayli qiziqarli ekan o'tamiz. Hammasi bizga qarashli. Narxini aytib o'tamizmi hozirgi? Bular qanchadan hozirgi? Bularning juplarini 200 ming, 250 ming, 200 ming, 250 ming. Oqlari katta ekan. Ha, bu katta. Chexskiya bular, chexski. Angolka deydi. Angolka deydi. Molarimiz qanaqa? Bular maska deydi. Oqlari noyob bulardi. Bular noyob. 600-700 ming beriladi bular. Bularchi? Molar neralishga deydi. Bular 200 ming, 250 ming, 250 ming. Bularimiz qanchadan? Bular ham shunaqa 250 ming. Qayar jup ekan. Molar ham shunaqa ekan. Saralarichi? Sariqlar juplarini 150 mingga beriladi bularda. 150. Bular yangi maladoy. Maladoy bular, yoshlar. Molarimiz tayyor ekan. Bular katta qushlar. Bular jupini 600 ming, 500 mingga 600 beriladi. 500 ming. Bularimiz katta qushlar. Razillarmidimi? Razilla. 2,5 million, 3 millionga beriladi 2 bular. million, 3 million. Bitta bor edi, sotildi, nariga Mana bo'ldi. bir jupini sotildi, qizillar bor. Sotildi, qizillar. Bular karellar. Ularda ham 300 ming, 300 ming kam bor. kam bor. Kam Bu beramiz. qanaqasi bu? Boshqacha ekan. Yo'q. Ko'ringlar. Esimdan chiqarib qo'ydim. Yo, Aleksandr emas bu. Anjelina emas. Mol nomi nima deydi? Gorni. Gorni. Ha, Gorni. Narim odammi? Nari. Narim. Bu nech pul? Puli nech pul buni? Buni $100 beramiz. 100 dollar. Modasini topsa bo'ladimi? Bo'ladi, lekin Olaman degan odamga topib beraverasiz, ishini bitirib beraverasiz. Aytdim, hammasi topib berilaveradi, kelaveradi, topiladi. Bularimiz qanchadan? Maladoymi bular? Yo'q, Kattami? oilaviy, o'rtada Oilaviy? Ha. ota-onasi. Karellar. Uchalasini olganga nechi pul? 400 mingga qilib beraveramiz. 400 ming. Agar ota-onasini olsa 300 mingga qilib beraveramiz. Manzil eski shaharda. Eski shahar. Nomeri shu nomer. Ha, shu nomer. Qachon bo'lsa kechqurun soat 12gacha ishlaydi. 12gacha. Bu bo'lsa telefon qilsa, bitta oradan hozirga telefon qilsa eski shaharga borsa, davolab berishga yordam beramiz. Ha, qo'limizdan keladi.